Adil Davai, men Adil Davai to'g'riliq gapirmayman, ammo Adil Davaini qo'llab, Adil Davaiga qarshi chiquvchilar uchun raddiya berib mazmun chiqarayotgan, hattoki shuning yeniga berib ko'rishib, shuningga madad berayotgan atalmish tor cho'lponlari va Davai parastlarga bir ikki og'iz gap qilishni o'zimning mas'uliyati deb qarayman. Chunki bir kasbiy doktor bo'lish salohiyatim bilan xalq ommasiga to'g'ri bo'lgan sog'lomlik qarashini tushuntirish, xatosidan to'sish bu meniki bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyatim ham majburiyatim. Biz uch qashqari qilingan xatolikni ko'rib turibmi, shuningga raddiya berolmaydigan bir davrda yashayapmiz. Bir xatolik uchun raddiya beray deb qolgan vaqtida radioga chiqish uchun, finsa to'plash uchun degandek qalpoqlarni kiygizishga arallatdim. Shunga oldi bilan sizlarga shuni eskartib qo'yayki, menga qiziq nuqtaga chiqishning hojati yo'q. Menga ortiq bir tal finsaningmi lozimi yo'q. Bu sababdan meni tushungan qilibetsanglarmi, menda hech qanday ko'ngil og'rig'i yo'q. Men faqat o'zimning mas'uliyati ham majburiyatini ado qilish maqsadida bu mazmunni sizlarga yo'llayapman. Davai parastlar, bu bir mo'jiza bo'lib qolishchi. Adil Davaining talqini orqali kasallar shifo tep qolishchi dedi. Mo'jiza mingning ichida bir ikkisiga manfaat qilib kesili shifo tep qolsa, buni biz mo'jiza deymiz. Hamda o'yladinglarmiki, mushu bir ikki odamning shifo tep qilish uchun 998 odam qurbon berishi zarurmi? Arzimdi shuni. Yana o'ylab baqdinglarmiki, mo'jizada qanday odamlar qo'li tarpidan ro'yobga chiqish to'g'ri bo'ladi. Bu oddiy bir Adil Davaiga o'xshash bir korxonchidan ro'yobga chiqamdi yoki bo'lmasa mushu qilayotgan ish ustida to'xtanmay izlanayotgan, tinim topmay tirishayotgan, mehnatsiz xizmat qilayotgan shu tadqiqotchilar tarafidan ro'yobga chiqamdi. Mushunchilik bir aqlli savodni ayrg'ichilik aql siz bizda yo'qmi? Davai parastlar. Adil Davai chiqarayotgan bir o'zug'liq, bu qonunliq, hukumat tomonidan tasdiqlangan. Ham u kasal davolaydi, saqaytidi demadi. Deb mushundoq dedinglar. To'g'ri, Adil Davai balkim kasal saqaytidi, davolaydi demagan bo'lishi mumkin. Bir talqonni bozor ochqizish uchun shashalarga berib bozor echish bu to'g'ri. Lekin kasal ko'rish vositasi orqali bozor echishni biz qanday tushunsak bo'ladi? Ham shu mas'uliyatni iste'mol qiluvchilarningki shuningdan manfaat qilganini vosita qilib turib tashviqotni taqitishning o'zini biz kasal saqaytidi, davolaydi degandan qanday farqlantiramiz? Davai parastlar. Bir korxonchininki korxonchi bo'lib yetilmaki osonmi? Natija qozonmoq osonmi dedim. To'g'ri. Bir korxonchining haqiqatan korxonni qurib natija qozonmoq nihoyatda tez. Ammo mushu gapni degichi sizlarning vijdoninglarda qanday o'zgarish bo'ldi bilmadim. Mushuni anglag'icha mening ko'nglim shunchalik bearamchilik bo'ldi. O'ylab baqdinglarmiki, bir saqaymas kasalga giribtor bo'lgan bemorningki atki quyosh nurini kutib olish uchun shu kasali bilan tirkishib, shuning bilan qarshilashib turib, shu kunni o'tkazmiki bir korxonchining korxonchi bo'lmoq bilan selishtirgan vaqtida qaysisini qimmatli deb qaraymiz? Buni o'ylanib beqishga tegishli masala. Oxirida Davai parastlar. Buni bir cho'ng millatning aybi qalpiqi bilan yo'g'idinglar. Shuningmi yuzinglar kutadi. Chimildimadi. Biz xalq shunda xalq bir korxonchi yoki bo'lmasa bir odam natija qozonishni ko'laymiz deb baqdinglar. Bizning aramizdan talqonchi, korxonchilar chiqmaganmi? Hozirga qadar xalq beshida ko'tarayotgan talqonchilar bor. Shuni xalq kutadi, shu o'ringa ochiqdi. Nima uchun? Shuning to'g'riliq uchun, haqiqiy manqallik uchun qildi. Xalq adil tarozi deyishni bildinglar. Lekin hajab bu nuqtaga kelgan vaqtida xalqni adil tarozi o'rniga qo'ymadinglar. Xalq adil tarozi bo'lganligi uchun ayridi. Bir o'xshash talqonchi, bir talqonchi 20-30 yildan buyon xalq ko'tarib kelayotgan talqonchi. Endi bu bir talqonchi xalq ko'ranmaydigan oldi qoldimi? Xalq o'riyotay dedimi? Hech ko'ranmadimi? Mushuni deb bir millatning obro'yiga qor sanashqa sizlarning vijdoninglar ko'tadi. Mening oxirida sizlarga deb qo'ydiganim ham barliq shu kasal azobini tatiyotgan
kasal bemorlarga deb qo'ydiganim biz haqiqatga ishonaylik, haqiqiy ilmiylikka ishonaylik, hissiyot bilan ish qilmaylik. Bu hayot hammamizga faqat bir qatim keladi. Buni qayta o'zgartirib olish imkoniyat siz ham bizning qo'limizdan kelmaydi.